Vokzal territoriyasi Novostroyka g'ishtli domimizdan 84 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bizlar hol qismida turibmiz. Bu yerda asosiy kirib kelishimiz eshigi prixoja mebel qilganlar, shitlari yevromontaj qilingan. Bundan tashqari hol qismida mehka mebel o'rnatib, televizor ham bu yerga o'rnatish mumkin. Qo'shimcha yana xona bo'ladi. Ana endi birinchi xonamiz mana bu yerda bizlarda mehmonxona. Mehmonxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan. Mehka mebel o'rnatilgan, parda, gilamlar qilingan. Bundan tashqari televizor ham o'rnatib beraman deyaptilar uy egasi. Kvartiramizda duvokonturda katalog o'rnatilgan, soglupol radiatorlar qilingan. Bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi ham ko'rishlaringizga kravach, tumbuchka, terimo, shifonerlar o'rnatilgan, kadastr hujjatlari tayyor. Bir kunda oformlab sotib olishingiz mumkin. Bu yerda esa bizlarda oshxona bo'lyapti, o'tirib nonushta qilish uchun joy, kuxonniy garnitura, stиральный mashinka, xolodilnik, gazli plita, vытяжка va rakovinalar o'rnatilgan. Bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi, ikkita kravach, tumbuchka va shifoner o'rnatilgan. Narxini 94.500 deyaptilar, yana savdosi bor. Bu yerda esa bizlarda sanuzol, orientir, Konstantin Gостиница vokzalda bo'lyapti. Telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz.